Sahar 12da turib ich chaynagan jingalak sochimni tekislash uchun eksperiment qilishga qaror qildim. Dazmolni olib tekislashga tushdim. Qizlar, sizlarga savol: utuk bilan utujokda nima farqi bor? Jokidami? Qo'y ko'zingni qiz, sochsiz qolmay tinchgina erga tegib olay deb har doim o'sha keladigan Park Juns, ya'ni jumbosh bo'lgisi kelganlar keladigan joyga keldim. Bir payt qarasam, o'sha BTSda katta xolasi ham shu yerda kallasiga paketni kiyib o'tiribdi ekan. Chetda ham baloggerligimni qildim. Boshlig'iga qarab, men baloggerman, barterga ishlaysizmi desam, bo'yningizdagi ishlaymiz desa bo'ladimi? Yechib berishga majbur bo'ldim. Bu yerda BMWni kalitini reklama qilyapti deb o'ylamanglar, ijodxonani kalitini berib, ustimizga shunaqa xalatlar ham kiygizib qo'yishdi. O'tgan safar shu dugonamni ko'pchilik o'g'il bolami deb so'ragandi. Mana bu safar sochlari o'sib, chiroyli qiz bo'lib qopti. Sizlarga salom beryapti. Xullas, choshda remont qilishni boshladi. Bir payt qarasam, bir karis bachcha juda ko'p gapirar ekansan deb kallamda strichlab ketsa bo'ladimi? Bunisi yetmagandek bittasi kelib kallamni duxovkaga tiqib ketsa bo'ladimi? Bir payt uxlab qopman, turib qarasam, tandirdan kuygan nonni hidi kelyapti. Yo qornim ochgan, yo ishchilari nagli meni tashab qochgan. Xullas, nima bo'lsa bo'lar, soch bu tish emas, o'sib chiqar deb chaqirdim boshlig'ini. Boshlig'i ham kelib, qo'rqmang, hammasi nazoratim ostida desa bo'ladimi? Xullas, sochimni yoqqa qildi, ikkita tarafdan ikkalasi ham tortdi. Bir payt qarasam, men bilan xayrlashishga tushdi. Eslarga rezultatni ko'rsatmabman. Xullas, sochim bitlarda ajali bo'pti. 6 oygacha shunaqa tekis turadi. Bitlar sirponib o'ladi. Sog' bo'lasizlar.